Polskiy popa bu sizni yoshingizdan bo'lmaydi, yoshingizdan darak bermaydi. Bu siz buni kachat qilmayotganingizni haqida gapiradi. Xo'p, sizga zo'r упражнение o'rgataman. Popalaringiz zo'r chiqishi uchun. Mana shunday rezinkani oyog'iga bosamiz. Ikkala qo'l bilan tekis ko'taramiz. Yelkalarni va qomat tekis ushlagan holatda faqat popa bilan ягодицаlar bilan egilamiz va turganda ularni oldiga qaytaramiz qisib. Mana shu holatda umuman belimiz, qo'llarimiz bu holatda ishlamaydi. Yaxshilab texnikaga e'tibor beringlar. Faqat ягодицаlar bilan, oyoqlar bilan egilyapman. Mana bunaqa holatda bu belingizni og'ritib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bir kunda 4 podxoddan 15 tadan qilishingiz tavsiya qilinadi. Albatta o'zingizda sinab ko'ring va kommentariylarda rezultatlaringizni yozib qoldiring.